Statistik ma'lumotlarga qaraganda O'zbekiston bo'ylab 201 ta konsalting firma mavjud. Lekin buni 100% fakt deya olmaymiz, chunki norasmiy ishlaydigan yoki e'tibordan chetda qolgan konsalting firmalar ham yo'q emas. O'zbekistonda juda ham ko'pchilik yoshligidanoq chet elda o'qishni yoki ana shu joylarning atmosferasini o'zida his qilishni xohlaydi. Konsalting firmalar bo'lsa, bu ishda yaxshigina yordam beradi. Lekin o'zi konsalting firmalariga ishonch bormi? Albatta yo'q, chunki avvaliga konsalting firmalariga ishonib, hamma hujjatlarini to'g'rilab, to'lovlarini qilib va oxirida qo'pol qilib aytganda yeb qo'yganlar ham oramizda yo'q emas. Men bu gapim bilan konsalting firmalarga ishonmanglar, ular g'irt aldoqchi bo'ladi demoqchi emasman. Ularning orasida ishonchlilari rostdan ham bor. Lekin ularni qanaqa qilib ajratsa bo'ladi? Bu shunchaki platforma emas, balki sizni kelajagingiz haqida qayg'uradigan professional jamoa. Biz O'zbekistondagi konsalting firmalarni tekshiramiz, filtrlaymiz, narxlarni nazorat qilamiz va sizning holatingizdan kelib chiqqan holda eng ishonchli va eng yaxshi konsalting firmalarni taklif qilamiz. Siz biz orqali o'zingiz xohlagan universitetga ishonchli tarzda talaba bo'lishingiz mumkin. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Birinchi qadamni ta'limchi bilan qo'ying.